Nalishlar do'rpellar bari shetda ekanda. Siz hozir do'rper so'ragan nechta edi Halil aka, Izzat aka? Yo'q. olmadi-yu bu. Hozir bu ham sotilib bo'ldi. Ha? 250 edi. Yo'q, men nomeringizni sizniki tashlayveraman-da. So'rashsa siz nomeringizni tashlab beraveraman. Sotilib bo'ldi bular hammasi. Aka, daromad olgani do'rper eng zo'r qo'y dedingiz-a? Ha. Daromadga do'rperdan zo'r. 1.2 marta tug'adi. 1 yil 2 marta tug'adi. Meditsa qilib bo'ldim. Yo'q. Boylasi 1,5 oylik, 45 kunlik bo'lganda qo'chqor qo'shdim. Ha. Mana noyabrda qo'shdim. Aha. Apreldan bolasi ikkinchi bolani bedani mashina ustiga shunday tashlab beramiz. Ha. Ha, bu Kechgacha xas cho'pi ham qolmaydi. mana ustiga oxir-pog'ir qilmasdan ham solib beradi. Somonni ham yeb borsa kerak bu. Luboy narsa. Qo'y yemagan luboy narsani yerkan-da, jonivor. Yet. Qo'ydan tushib ketadi, yemaydi-ku oxirgi solganimizda, yemishdan. Ha, yemishdan. O'shani misol uchun qo'y yemaydi. Sidirib olib kelamizda, oxiriga solaman. Ha. Yoki hovonatga solib qo'yaman. Ha, Bir chekkaga. tashqari chiqishni ish oladi. Yeveradi, ha. Ya bundan men ham ko'paytiraman endi. 4 kunda, mana mashina edi. Mashina olib chiqqanimizda. Ha. 4 kunda. Yeb Taqir tashladi. yiqildi. 4 kunda taqir yiqildi. Keyin Qattiq. joni qattiqligi qanaqa? Kasallikka chidamligi. Vaksinatsiyasi bor. Paytida ursangiz baquvvat. Baquvvat. Ha. Paytida urib turish kerak-da. Shunaqa. Bir xil kasallarni misol uchun mana bu oddiy qo'yni yaxshi ko'taradi. Endi buni ham ichida ko'tara olmaydiganlari bor. Lekin mana bular og'irroq o'tkazadi. Og'irroq o'tar ekan, ha. Men bitta narsa qilmoqchiman-da, Dilshod aka. Hozir buni mana shu o'zimizning qora ko'l qo'ylari bor-ku. O'shalarda ham bir chachishtirib ko'rish kerakmikin deyman. Olib ketishdi. Bo'lishi kerak. Lekin Olib ketishdi. Ha, olib ketishdimi? Olib O ketishdi. ana Halil aka, men ana shu ishni qilmoqchi edim. Nimaga desiz? Ikkita. Ana shu qora ko'l qo'ylariga buni chachishtirishimiz kerak dedim men. Shu Navoiyga bormoqchiman yaqinda. Borib turib o'shalarga bir taklif bildirmoqchi edim. Demak, olib ketishdi o'sha. Olib ketishdi. Ikkita olib ket, ikkita katta qo'chqor bor edi. Boya sizga aytganim. Ha. Ashlar olib borib chachishtirishyapti o'sha. Ha, demak harakat boshlanibdi. Seleksiya. Samarqandga ikkita olib ketishdi Ha? deganim bor-ku. Hmm. O'shani seleksiyaga olib ketishdi. Asha olib ketgan akalarimizga, videomizni ko'radi. Ko'rishsa, tug'ilsa chaqiringlar, men borib turib shunday yoritib beray. Xalqqa foydasi tegsin. 2000 ta qo'yi bor ekan. 2000 ta qo'y bor 2000 ta ekan. qo'yim bor. On qarang. Chaqiringlar, men borib turib syomka qilib ko'rsataman xalqqa. Ko'rib turgan bo'lsa, ko'radi, xudo xolasa.